Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar, uzum ishqibozlari. Uzum ko'chatlarida ekish mavsumi davom etmoqda. Havo soviguncha bemalol ekaverasizlar. Xo'p, uzoq joylarda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashganmiz. Mana o'zimizning xonadondan sotamiz. Hamma uzumlarimiz shu yerda mana. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Dastavkalar davom etyapti. Sizlarga yana bir qator ma'lumot berib o'taman. Mana bugungi dastavkamiz, o'zi dastavkalar ko'p. Navoiy viloyatidan boshladik. Mana Navoiy akamiz zakaz qilganlar, mana ko'pgina ko'chatlar. Ko'pchilik so'rashadi, bitta ikkitadan bering deb. Bir dona, ikki donadan bermaymiz. Sababini har bitta odamni o'ziga tushuntiramiz. Hozir bitta aytsak har xil ma'noda tushunishlari mumkin. Shuning uchun olmoqchi bo'lganlarda o'ziga ma'lumotini beramiz. Nima uchun bir dona, ikki donadan berilmaydi? Mana 5 donadan berilyapti mana. 5 donadan berilyapti. Mana hammasini o'rab, chiroyli qilib mana 1 yillik ko'chatlar sifatli holatda mana. Mercedes, qora damiski, ketmon sopi, oq damiski, mana avatar, manikür finger, ikki xil muskatimizdan. Shay muskatimiz mana bugundan boshlab qolmadi. Shuni hisobga olasizlar. Maya sertsi uzunimiz bor mana 2 yillik uzun. Shuna holatda mana hozir paketlarga o'raymiz. O'rab sizlarga hozir ko'rsataman qanaqa holatda bo'ladi. Pochta orqali yetkazib beramiz. Pochta desa ba'zi yosh kattalar endi bilgan bor, bilmagan bor. Xat tashlaydigan pochtani tushunishyapti. Yo'q, unaqa pochta emas. Nomi pochta, o'zi ekspress pochta deyiladi. Shu yuklarni, любой narsani, hamma narsani dastavka qilib beradi butun O'zbekiston bo'yicha. Ya'ni butun O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyat, har bitta tumanlarda o'zlarining filiallari bor. Shu yukni qaysi filialdan siz o'sha odamning nomiga topshirsangiz, o'sha nomiga ro'yxatga olib, ya'ni registratsiya qilib, o'sha aytilgan manzilga o'zlari yetkazib berishadi. 2-3 kun muddatda O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishyapti. Ya'ni masofani yaqinligi, uzoqligiga qarab, vaqti qisqaligi, uzoqligi farq qiladi. Va 10 kilogacha bo'lgan yuklarni o'rtacha 100 ming so'mga yetkazib berishyapti. 10 kilodan kam bo'lsa, narxi ham shu 100 ming so'mdan arzonlaydi. Masofani yaqin uzoqligiga ham qaraladi. Pullarni mana oldindan tashlab berganlar, ishonch uchun katta rahmat. Biz azaldan ko'rib boruvchilar bilishadi. Aytilgan summani aytilgan ko'chatlarda o'sha o'zini narxida mana sifatli holatda даже qo'shib ham beramiz. Ularga ham qo'shib berganmiz bonus qilib mahalliy uzumlardan o'z vaqtida yetkazib beramiz mana. Sifatli holatda yetib boradi. Tomirlari zo'r, hammasini kaltaklari svejiy holatda yetib boradi mana. Uzum ko'chatni nimasiga, naviga va sifatiga garantiya beriladi mana. Ya'ni qurib qolmaganligiga. Shoqi ham sinmayapti. Bittasini kesib sizlarga ko'rsataylik. Mana sifatliligi garantiya beriladi. Nami qochmagan, sifatli holatda. Ular endi to'rkurtak qo'yib, pastidan kesiladi va boshqatdan o'stiriladi. Naviga va sifatiga kafolat beriladi. Uni o'stirib ko'kartirish o'sha insonning o'zidan bo'ladi. Biz mana ko'chat tayyorlab, ko'chirib tayyor qilib qo'ydik. U yog'i parvarishi olgan odamning o'zidan bo'ladi. Shuni ham hisobga olasizlar. Ba'zilar chiqishyapti, undan oldim, ko'karmadi, bundan oldim, bunaqa bo'ldi. Ko'chat sifatli yetkazib beramiz. Sizga borganda tomirlari qurib qolmagan holatda bo'ladi. Namlab 2-3 qat paketga o'raymiz, vakuum holatda bemalol bir haftagacha yuraveradi. Ko'chatlar uyqu holatida. Sizlarga tayyor bo'lganini ham ko'rsataman. O'radik, 2 qavat paketga o'radik. Vakuum holatda nami bilan bemalol yuraveradi. Hech qanday ko'chatga zarar tegmaydi, na sovuq ta'sir qiladi, na boshqa narsa bemalol baholasi egasiga yetib boradi. Pochtalarda qabul qilib olganlar ko'rib turgan bo'lsalar yozib qoldiringlar, qanaqa holatda bordi, nima bo'ldi, aniq konkret pochta orqali yetkazishni afzal taraflarini. Mana adres yoziladi, ism va telefon nomeri. Mana shu nimaga, telefon nomeriga registratsiya bo'lib ketadi. Xudo xolasa 2-3 kunda yetib boradi. Biz uchun ham yetkazish qulay va oladigan inson uchun ham o'zini tumanigacha yetkazib beriladi. Uygacha dastavka qildirsa ham bo'ladi. Dastavka puli qimmatroq chiqadi. Uygacha kuryerlar olib borib berishadi. Bemalol zakaz qilaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Umumiy holati bugun 4 kishiga. Buxoro Jondor, Toshkent Yangiyo'l, Andijon Buloqboshi, Zarafshon Feruz akamizga. Vodiychi dastavka qilmayotgandik, lekin bu akamiz o'zlari uzoqda ekanlar, iltimos qilib pulni tashlab berdilar. Berib o'ryapmiz pochta orqali. Zakaz qilaverasizlar, sog' bo'linglar.